Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, xudo xohlasa yana bir ishlarimizni o'zimiz Andijon viloyati Gulshan degan joyda yakunlab berdik. Bu xonadonimizni xo'sh uloqsiz tarnovlarini qo'yib berdik hamda tunikafonlarni bitirib berdik. Uchki burchaklariga ahamiyat berasizlar. Bu xonadonimizga ishlatilgan tunikalar 04 qalinlikdagi Toshkentimizni oqqa mokri kombinatsiya qildik. Xo'sh, bu xonadonimizga ichkari shapka hamda tashqari shapkasi salkam tarnovlari 5 sti tarnovlar, uloqsiz tarnov. Endi stilar bo'ladi, faqat ichki burchak yo tashqi burchakda bo'lishi mumkin. Ko'cha tomoni ham xuddi shu tarzda. Bu xonadonimizga 44,5 metr tarnov ishlatdik hamda oqqa mokri qilib tunikafonlarni qilib berdik. Bu xonadonimiz общий 12,200,000 so'mga tayyor bo'ldi. Usta haqqi samares nima mahsulot kelsa, lesa, dastavkasi hamma yog'i ichiga kirib ketadi. Bemalol murojaat qilinadi, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab.